Bu yerda birinchi qo'ng'iroq chalingan edi. Endi nasib bo'lsa, oxirgi qo'ng'iroq chalinadi bitiruvchilar uchun. Mana shu Davlatboy mahallasida, Badamashid mahallasida bilasizlar, katta o'zgarishlar bo'lyapti. Shu yerda maktabimizda ham mana qo'shimcha bino qurilib, nasib bo'lsa, keyingi o'quv yiliga qarab qo'shimcha bino ham bitadi. Hamma shu abitgacha o'qib, abitdan keyin tugaraklarga boradi nasib bo'lsa. Mana yo'llarimiz, qolgan joylar ham ikkinchi yarim yillikda chag'illashtirish, asfalt bo'ladi yo'llarimiz 4 kilometrcha 2 mahallada. 10 kilometr og'zida chag'il bo'ladi. Shu o'quvchilarimizdan iltimos, mana shu kanikul davrida mana 90 kun, iyun, avgust oylarida o'zlaringizni asrashlaringiz kerak. Mana tumanimizda ko'ngil hodisa sodir bo'ldi, bilasizlar. Maktabdan chiqib ketayotganda suvchi bitta o'quvchimiz vafot etdi. Shuning uchun suvga cho'milish mumkin emas. Qachonki cho'miladigan bo'lsangiz, maxsus mana magazlarda o'zi sharlari bor, balonlari bor. Bilmaydigan bolalar kiyib, keyin suvga cho'mish kerak. Ota-onangizning nazoratida, aka, opalar